Hech qaysi payg'ambarga nasib qilmagan maqom bizni payg'ambarimiz alayhissalomga nasib qildi. Mana shu Isro Me'roj. Boshqa birortasiga nasib qilmagan juda ulug' bir maqom berildi. Rasulimiz alayhisolatu vasallamning o'zlarining gaplari bor. Ana sayyidu valadi Adam vala faxr deganlarda, faxr uchun aytmayman u, lekin men odamlarning farzandlarini sayyidiman deganlar. Haqiqatda ham shunday. Rasulimiz alayhisolatu vasallam butun insoniyatni sayyidlari bo'ldilar, ulug'lari bo'ldilar va bu maqom u zotga Alloh tomonidan berildi. Alloh Qur'oni Karimda "Estaizu billah va ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam, biz sizni butun olamlarga rahmat qilib yubordik degan Alloh Qur'onda. U zot rahmat bo'lib kelganlar. Butun olamlarga rahmat bo'lib kelganlar. Nafaqatgina insoniyatga, hatto o'simlik olamiga rahmat bo'lib keldilar. Hayvonot olamiga rahmat bo'lib keldilar. Qanday qilib desa, o'simliklarni kesmaslikka, hattoki qiyomat boshlanib qolsa ham daraxt ekishlikka buyurdilar. Hayvonlarga ozor bermaslikka, hatto bir chumchuqni bekordan bekor o'ldirsang qiyomatda Allohning huzurida seni so'roq savol qiladi degan ma'noda hadislarni aytdilar. Bu rahmatlari bo'ladi. Insoniyatga esa beqiyos rahmatlari u zotimizga payg'ambar bo'lishliklari va bugun siz bilan biz bitta ota-onani farzandidek mehr oqibatli bo'lib qolishligimizga sabab ana o'sha zotning rahmat bo'lib kelishliklari azizlar.